Davom etamiz. Umumta'lim maktablari o'quvchilari orasidan iqtidorlilarini saralab olish borasidagi amaliy chora-tadbirlar samarasi o'laroq poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 251-maktabda yuksalish cho'qqisi mavzusida bellashuv tashkil etildi. Unda o'quvchilar matematika va informatika fanlari bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Tafsilotlar muxbirimiz Gulshoda Olimjonova lavhasida. Mazkur bellashuv yoshlarning aniq fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mantiqiy va tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish maqsadida uyushtirildi. Unda 7-11 sinf o'quvchilari faol ishtirok etdi. Kelajakda o'quvchilarimizni matematika, informatika fanlaridan bilimlarini, qolaversa egallayotgan kasblarda qanchalik darajada muhim o'ringa ega ekanligini o'quvchilarimizga ongiga singdirish, qolaversa maktabimiz o'quvchilarini matematika fanidan milliy sertifikatlarga ega bo'lishlari uchun ham zamin yaratish maqsadida tashkil etildi. Bellashuvda o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlari, balki jamoaviy ishlash ko'nikmalari va mustaqil fikrlashiga ham alohida ahamiyat qaratildi. O'zini ko'rsata olgan faol o'quvchilar taqdirlandi. Bugun maktabimizda o'tkazilgan tadbirda faxrli o'rinlarni olganim uchun ustozlarimga rahmat aytaman va kelajakda ham xuddi shunday musobaqalarda qatnashib, o'zim tanlagan kasbning yaxshi mutaxassisi bo'lishiga va'da beraman. O'qituvchilar aytishicha, bunday musobaqalar yoshlarni raqobatga tayyorlaydi, mantiqiy tafakkurni mustahkamlaydi hamda kelajakda aniq fanlar sohasida muvaffaqiyat qozonishlariga xizmat qiladi. Gulshoda Olimjonova, Sirojiddin Husanov, yoshlar.